Taniqli inson o'z joniga qasd qildi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Moskvada iste'fodagi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati general-mayori Igor Laptev o'z joniga qasd qildi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. 83 yoshli erkakning murdasi 20-avgust kuni tushdan keyin Verxnyaya Krasnoselskaya ko'chasidagi xonadonlardan birida topilgan. Laptev Afg'onistonda jangovar harakatlarda qatnashgan. Shundan so'ng u uzoq vaqt davomida KGB va FSBda xizmat qilgan hamda axborot xavfsizligi masalalari bilan shug'ullangan. 1990-yillarning oxirida u soliqlar va yig'imlar vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Laptev 1998-yildan beri davlat va korporativ tuzilmalar uchun maxfiy professional aloqa tizimlarini ishlab chiqish hamda ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Informtexnika и Связь kompaniyasi direktorlar kengashiga raislik qilib kelgan deyilgan xabarda.